Salom obunachilar, sizlarga tanishtirib o'taman ishlarimizni va ko'rsatib boraman. 4 etajli domga keldik. 4 pirpirak karkasimizni qo'yamiz. Hammasini mana shunaqa holatda, toza holatda va chiroyli bo'yalgan holatda olib kelamiz. Ko'ryapsizlar gullarimizni sostoyaniyasini. Shunaqa holatda sizlar uylarni ham yasatib beramiz va albatta materiallarimizni ko'ryapsizlar, toza holatda olib kelamiz va ishlarimizni boshlab yuboramiz. Kapalikli variantli patazonamizni ham qo'yamiz. Albatta mana shunaqa jo'xori gullarimizni ham yasatib beramiz. Tomosha qilib o'zingizlar baho berasiz degan umiddaman. Shunaqa farming xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar.